Salom barchangizga. Sizlar bilan yana bir startapimiz Usta degan loyihamizni taqdimotini qilamiz. Demak, Usta milliy kasb va ish platformasi. Nomiga keladigan bo'lsak, hali nom topmadik. Qaysidir bor brendlarni qoidalarini buzmaylik deb. Xo'p, talab bor, taklif bor. Biz ularni bog'laymiz. Demak, muammo usta santexnik yoki elektrik topish shunchaki qiyin emas. Bu vaqt va asab talab qiladi. Xo'p, bog'lanmagan ish bor, lekin topish tizimi yo'q. Ko'p ustalar hali ham onlayn emas. Norasmiy ish. Ko'plab ustalar norasmiy ishlaydi. Bu esa davlat va jamiyat uchun yo'qotishdir. Bizning yechim. Usta bu OLX, Uber, Upwork, Mix, lekin lokal va oddiy. Ish topish, xizmat topish bitta joyda. Tezkor va ishonchli bog'lanish. Shaffof reyting tizimi. Bizning yechim. Usta uchun profil yaratadi, kasb tanlaydi va real buyurtma oladi. Mijoz uchun bo'lsa, santexnik kerak deb yozadi va eng yaqin ustalarni ko'rsatadi. Zamonaviy yondashuv, AI matching, eng mos ustani avtomatik algoritm yordamida topadi. Geolocation, eng yaqin usta chiqadi, vaqt va yo'l ham tejaladi. Va reyting tizimi, faqat eng yaxshi mas'uliyatli ustalar yuqoriga chiqadi. Va video portfolio, ustalar o'z ishlarini video bilan isbotlaydi. Davlat uchun foyda, ishsizlikni kamaytiradi, soliq tushumlarini oshiradi, kasb hunar o'sishi, reg. Vision va bonus. Katta vision. Usta nafaqat bitta ish platformasi, balki ustalar uchun kredit, sug'urta va o'qitish bazasi bo'ladi. Bonusli g'oyalar, navbat o'z onlayn navbat tizimi, hujjat AI, hujjatlarni avtomatik to'ldirish. Bu kelgusidagi loyihalar. Demak, hali nomiga keladigan bo'lsak, nomida qidirib topishimiz kerak. Balkim sizlarda loyihani qo'llab-quvvatlash bo'yicha, investitsiya bo'yicha taklif bo'ladigan bo'lsa, iloji bo'lsa o'zlaringizni bu loyihaga topadigan nomlaringiz bilan chiqsalaringiz bo'ladi. Yoki sizlarda qanday taklif bor? Biz bilan bog'lanishingizni sizdan kutib qolamiz. Shulardan iborat edi. Hammangizga rahmat. Kelgusi startaplarimizni kuzatib boring. Salomat bo'lingizlar do'stlarim.